İpkilsene bahar, İpkilsene bahar, gül bulup içilmakçı bulsam men eğer. Ekber de Kökte- hoş olgu bigen. Muşu qarang, tamoq etgan vaqtida bir tarafdan naqsh yetib turib, asingiz, kayfiyatingiz bir xil ko'tarilib qoldi emasmi? Shu naqsh yetyaptiman, ha. Ma'qul ham sohbet deyverim. Çacar, kökte görünür çacar. Buray sen nefes alsam şiparu ender. Tabiat Anam anam sen sen keng qanat berdim. kanat ber. Uçar kökni pervazım kıran bürkütdek. Tabiat anam senken kanat verdim. Uçar kökni pervazın kıran bürkütdek. Mehrinden cisminden hayat derdim. Tinimde akar suyun akstek. Bek yaxshi o'yladim. Kaçalım. Adila adamning shu hozir biz aytgan tabiat onam degan naqsini men esimda qilishcha shu kichik vaqtlarimda 9-10 yosh vaqtlarimda anglagandim, shunda amroq bo'lib qolganda. Undan keyin Adila adamni davomli biz ekranlarda o'zininki shundaq nadir naqshlari orqali ekran yuzida ko'rib turdik. Lekin men shu oliy maktabni bitirib Shinjon televiziyasi stansiyasiga ishga o'rinlashib, Adila adamlar xizmatdosh bo'lib qolganimni uxlasam tushimga kirmabdi ekan. Hozir shundaq qo'shal bir xil. Qayşınızdan Adiladamning nurg'unlaylıqi o'qigan kasbi naqshi bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin a. Meni ömekte işlemdiğandı. Kasbi naqshchi deb o'ylaydi. Amaliyot Lekin kasbimiz? amaliyotda Ameliyat kasbim. Ben Şinjan'da şuyunun İngiliz til kasbida o'qigan. Kasbimiz ingliz til ekanda. Endi biz bugun Adila adamning yana bir karomatini mushunaq maydonda ko'rmoqchi ya. to'g'ri. Demak, ko'pchilik Adiladamningki sahnada naqsh aytgan vaqtdagi ishni mabtun qildigan holatini ko'rgan. Ham har qaysi kechiliklarda, programmalarda suratga olayotgan vaqtdagi naiti iqtidorlik rejissor holatida ko'rgan. Endi bugun biz Adila abizning oildagi, jumladan oilaning oshxonasidagi holatini ko'rib boqamiz. Biz Adilada bizning bugungi programmamizga qanday tamoq yetib bermoqchi. Her xil murasim faoliyatlaringizning ko'ngildagidek makoni, do'stlar jam bo'ladigan esil so'rin Tianshanguli restoranida. Tianshanguli restorani musiqalik zalida san'atchilar siz uchun kuy yangratadi. Muhiti go'zal va ozoda. Tamoqlari yeyishlik, mulozimati a'la. Jam bo'lishning, ko'ngil etishning, esil taomlarning payzini suray desangiz, Tianshanguli musiqalik restoraniga qadam tashrif qiling. Adresi Urumchi Tashimin avtobus bekiti yinidagi Shiji Beyshan binosi 4-qavatda. Turmuşumuz gündün gündü yaxşılanayotgan bugungi kunda hammamiz sifatli, tamlik, qaytilab shakllangan narsalarni tanlab ishlatishga yo'nalamiz. O'zingiz va atrofingizdagilarning huzuriga ehson, yurishlik yog'dirib sundik. Biz ehsonliklar kuchimizning yetishicha yog' tarkibini natchirat ayirib o'lchamga yetkazishga tirishib, tanlashimlarni sundik. Sifatlik mahsulot iste'molchining ehtiyoji uchundir. Ham material, texnika va sifat darajasi amaliyot jarayonida isbotlansin. Hammamizning uyida ehson yog'lari bo'lsin. İsmini qo'shib ishlab, yolg'izlik his qilgan chig'ingizda, yiroq safarlarda esil tamni hamroh qilishni o'ylaganingizda, loyiqingizning ko'nglini esil tamlar bilan tutishni o'ylaganingizda, 15 minutda sizga esil tamning huzurini ato qiladi. Adila o'zi pishirar samovar sho'rpisi. Lezzet Mısır'ın kıyızları. Bugün ben katlit degan tamoqni bir ilk baqay dedim. Chunki katletni men o'zim yaxshi ko'raman. Birinchidan go'sht yeyishni yaxshi ko'raman. Ikkinchidan yong'yu yeyishni yaxshi ko'raman. Anandan keyin bu go'sht bilan yong'yu anq yaxshi ko'radigan saylarimiz hammasi mujassamlangan bir tamoq bo'lgandan keyin mush tamoqni etib beraymi deb o'yladim. Katlet ba'zilar qurg'oqli etadi. Men hamda go'shtmi bor, yong'yumi bor, anikin say bilan yana azroq suyini qilib turib, biroz suvliqroq katlet qilib, buni yoki xemir bilan yesakmi bo'ladigan, mifan bilan yesakmi bo'ladigan, shundaq bir
Qordaq o'xshab ketadiganmi bir xil? Ha, nah. Siz undaqda Topamagan gapni aytbar deb bo'yatdi. undaqda siz kotlet etishni o'zingiz o'rganganmi yoki birаз sizga o'rgatib qo'ygan? Kotlet etishni kichik vaqtimda cho'ng opam yaxshi etadi, opam texmi yaxshi etadi. Men amdash kichik vaqtlardagi yegan kotletlarimizni biroz o'zgartib, suluqroq kotlet qilib, hammamizningki bir og'zimizga tetig'dak, yo'sinda itib baqsam degan o'yladim. Adiladan 3-avlod Kotletchi. Kotletni chiqadam etalish mumkin, lekin sizningki o'zingizga xos azroq qo'shgan ajinlaringiz bor ekan emasmi? Qo'shgan texnikalaringiz bor ekan. Kotlet yeganlar kasmini izlanglar. Bundan adilada tayyorlab qolamsiz. Ma'qul. Ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlarimizmi Adila Adamninki bugun kotletni qanday etadiganligiga cho'qim qiziqyapti-ku deyman. Adila Adamning tayyorligini tutib qoldi yaxjan. Ha, mana Adilada Voy, mana tayyorlikni Adiladan. tutib bugun. Qozonlarimdan tatib ko'tirib akeldim. Bu cho'ng opamdan menga qolgan qozon. Shuningga mush qozonda kotlet assam bak o'xshamdiki deyman, chunki uyda odatda mush qozonni bak ishlataman. Cho'ng ko'tirib Bu qozondimi bir qarashda nayt ishlatgan uzun bo'lgan chiqib Bek turdi. chiq tomoqlar etilganligi bilinib turdi-da. Hozir bizningki to'kuchoq Ha, to'kuchoqkanda bo'ladi. Undaqda bu qozonni ishlatamisak, yenimda bo'lsin tursa, anonga men o'choqda yana o'xshash bosh qozonni etiversammi, yana o'xshash ko'nglim to'xtiraverdi. Nazifaning qizында etaylik. Bo'ladi. Barliq Nazifaninki oshxonaga ketgan barliq narsalarimiz to'p-to'liq. Qanday ishlatmadingiz tayyor. To'g'ri. Xo'sh, qozonni tayyor qilib oldik. Endi kotlet etishda eng dastlabki bosqichda qaysi tayyorlikni qilsak bo'ldi? Men oldi bilan kotlet ketadigan butun xurishni bir deb beray. bo'ldi. Ketadigan xurishlar eng oldi bilan go'sht, ya'ni qo'y go'shtini yaxshi ko'rsangiz qo'y go'shti, kala go'shtini yaxshi ko'rsangiz kala go'shti, mana shamsiya mana degan tayyor qilib, uni qiyma qiladigan uskunlarimiz bo'ladi-ku, shuningda qiyma qilib tayyor qilib qo'yibdi. 1 kilo kala go'shtiga 5-6 tal yongyu, anandan keyin laza, sho'xla, palak, ya'ni shu piyoz, janpiyozlar, samsaq qatorliq normal sayda ishlatadigan, normal qo'rimlarda ishlatadigan saylarimiz ketadi. Xurishlardan albatta tuzdan ayrilmaymiz. Tuz, qarmoch, anaqga azroq tetitqo bo'lsa, uningdan boshqa zira, endi buningdan boshqa yana biroz ilqi tilingizni sal qo'riydigan hojavni yaxshi ko'rsangiz, unda ta'mni yaxshi ko'rsangiz, uni aralashtirsangiz bo'ladi. Uningdan boshqa ochiq suv, jang yo'q. Bu tuxumi bakan qo'yadi. Bu tuxumni go'sht bilan go'sht, tuxum, azroq un chechib turib aralashtirsak, anondan keyin un aralashtirishdagi maqsad ba'zilar non qiladi ekan, bulka qiladi ekan, uni tishlab qo'yib eritib go'sht bilan qildi ekan. Uningdan undan yasalgan bo'lgandan keyin mening farzimda un texmi yaxshi bo'lamdi deb o'ylab, un aralashtirman. Anondan keyin go'shtni biroz tutib turalaydi un qilsak. Un bek ko'p bo'lib ketsa, biroz iysi ta'mi yo'q bo'lib qoladi ekan. Undan azroq aralashtirib, tuxumdan 1 kiloga 2 tuxum, kichikgina un aralashtirib, uni jumla holat qilib, mayda janliq qilamiz. Undaqda dastlabki bosqichda biz qaysi tayyorlikni qilsak bo'ldi? Eng oldi bilan biz go'shtni aralashtirib olaylik. Bo'ldi. Mana go'shtlarimiz shunchalik yumshoq, shu naytda eng un holat, yumshoq holatga kapto shamsiya buni naytda joyda kotletga bak loyiq beribdi, rahmat. Anondan keyin tuxum bilan piyozni mushni azgan mashinada biraqli ezib olsak, u vaqtliq nayt yumshoq holatda bo'ladi. Piyozni chanab ko'zlarimizni yosh chiqarib turguncha. Endi buningga undan azroq chechib olamiz. Un chechishning muqim bir o'lchami yo'q shunami? O'zingiz ko'z mo'lchalsak bo'ladi. Ba'zilarmi kotletga nonni bek jiq savitib yoki unni bek jiq savitib yegandan keyin go'shtda misol ojizlab qoldimi, non tetyapamdi bu deydigandek bo'lib qoladi ekan. Shuningga endi meningcha mushi bo'ladi. Qilib baqsaq agar naq bo'lsa, mana tutib turdi hozir. Bu mayga kirgandan keyin chechilib ketmaydi-da. Tuz qo'yamiz shundaqmi? Oldi bilan tuzdan 1 qo'shiq. Quruchimiz tuz oz bo'lib qoldimi-ki? Yana 2 qo'shiq. Qo'shiq deganingiz kichik qo'shiq bo'lgan ekan, beravering aytdi.
qo'shiq. Men televizor ko'rguvchilarning bir miqdorini bilib olsam. Bilib deysiz. Hozir 1 kilo go'shtga salg'an tuz. Endi buning tuzini uchun manchi qo'shiqmi desak, ba'zilar tuzliqchi keladi, ba'zilar tuzdan yoqtirmaydi. Meningcha hozir sog'inimiz tuzni bak yoqtirib ketmaydigan lag'i bo'ldimiki deyman. Men sal tuzliqchiroq. Sonra yana bir qo'shiq. Yana bir qo'shiq. Lap el tetib boqimiz, tuz tetimiz shuning bilan yana solamiz. Anandan keyin qarmoch. Qarmoch mana. Qarmochdan 2 shu sizning o'lchamingiz bo'yicha kichik qo'shiqda 2-3 qo'shiq bo'ldi endi hozircha. Bundan keyin ahmushmi Bundan deydi. keyin ahmushdan azroq salsak, ahmushning bak ta'mini yaxshi ko'raman. Ahmush. Bundan keyin zira. Zirini salsak, zirini bak ko'p bo'lib ketmasmi, azroq salsak kichikkin ta'm kirgizdi. Buning o'zi uchliq bir puruq bor, mezlik. Shunda bo'lganda mana bu. Yaxshi aralashdi. Buni tayyor qilib oldik. Mana. Endi navbatdagi bosqichda qozonga o'tni yiqib, buni bir yandan jenli qig'ash, zali qig'ash turimiz. Yana bir yandan yan yo'llarni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ashta qilib vaqt tutaylikmi? Bo'ldi. Bugungi atmoqchi bo'lgan tamoqimizga yana o'xshashli biz shu programmamizni alayda qo'llagan ehson yog'larini pishirtimiz. Qozonni qizib ketdi, yog'ni qo'yaylik. Endi mushu go'sht biroz zali bo'g'ida holatda qo'ymasak, cho'kkidakmi? Yog' saljiq ketadi demoqchi-da. Saljiq ketadi. Qozondagi yog' qizig'icha. O'shanda holatda men poshkal, endi ham poshkaldek yapaloq qilib edi. Yapaloq qilib ketamiz, ha? Sal cho'ngroq qilay-ya. Bugun bak vaqtni olmaslik uchun cho'ng-cho'ng qilib, Odatda mishanda sal kichik qilaman. Uydamda kichikroq qilsa, biroz birlar yigidek deyman-da. May qizib qapti. May qizib ketdi. bir tarafdan paranglashqash, selib. Deyla. Adilada bu endi qizartib olgandan keyin biz buni cho'qim bir taqsim qildimizku deyman. Cho'ngroq tovoqqa olaylikmi? Cho'ngroq. Nazifaning mush cho'ng tovoqi bo'larmi sizga? Bek chiroyli mush tovoq. Bo'ldi. Mishdan qalaylamsa? Bo'ldi. Aldim amsa, mana qizartib pishadim. Hozirli yigim kelib ketdi ya. Endi yangyuni qizartib olamiz. Yangyuni savalayli. Buni bir qizartib olganimiz yaxshi-ki. Mushu yog'ni bir o'tkazib olsak, uning teshida bir qavat o'rab turadigan ilqi qavitni paydo bo'lib, anandagi o ilqbak uvilib ketmaydi ekan. Uning ta'mimi o'zgacha bo'ldi. Yaxshi. Men o'zim shunchalik yaxshi ko'rman yangyuni. Endi bu yangyuni maralda qizartib oldik. Qolgan pishmig'ini eli dumliganda pishidi. Buni bir qavatla shu ezilib ketmasligi uchun qizartib olamiz-da. Yangyunini ba'zilarcha qop-qora qip-qizil bo'lishini yaxshi ko'rdi. Men endi meningda normal qizartdim. Endi buni qo'rib olamiz. Qo'rish uchun eng oldi bilan buning bak chachrab ketmasligi uchun tuz. Kichikgina yoqqa tuz sevdayli. Piyozni, sinjangni, samsaqni yoqqa beshidili salsak, bir mezlik ko'p puroq chiqar ekan. Men shu puroqni bak yaxshi ko'raman. Shuning hozir mana meningdan azroq chiqarib, buni ko'ydirish uchun buni savalaylik. Bundaki laza. Sho'xlini saldim amsa. Jangyu. Bundan keyin oq o'stan ochiq suyi. Oq o'stan ochiq suyi. Buningda texim o'xshab ketadigan bo'ldi-da. Demak, men qiyam yasavatimiz aningga. Samsaqni to'g'rab sevdayli, ha? Anandan keyin ketchup bilan samsaqni tang salsak, ketchup azroq salaylik. Bundan kichikkin salsaq bo'ldi. Bir qo'shqim bo'lmaydi. Bir chimdib eliblar. Chunki Beijingni jiq yesakmi? Ziyonli. Ha.
bir chini suvni shunga qo'yib, anandan keyin Bizning bayam tayyorlab olgan tayyorlab olgan, qizartib olgan go'shtimizni tuzimiz ekanda. tuzimiz. Yonimi tuzimiz. Anandan keyin yana biriga savzini yaxshi ko'rsanglar, savzini mo aralash qilsanglar, savzini mo bak mezlik ta'mi bo'ladi. Buni endi mana 25 minut dumlaymiz soatga qarab. Shu vaqt kelganda palakni samudiq qo'ydaymiz-ku. Palakni maqsad biroz yumshatishga, xam yegilim bo'lgandan keyin oxirida palakni selib, kichikni o'ditib etib 1-2 minut anandan keyin elib yesak tamoman bo'ladi. Mısran mısran deydu, istizo yeydu, açık çiçek kavaktan pek güzelik deydu. Yesem yegin mısran, gönülde kalmaz arman. Hayali dünyadaki lezzet mısran kıyızları. 31, 32 bo'ldi mu? Timtirek. Mügü olgan bolan gördünüzmü? Yancıqın bir qizin bir til bəsən dəpirmən. Mən. Misran? Misran qızları. Mısran kıyızları. Mısran kıyızları. Misran yurishlik mahsulotlari. Sap ko'nglingizni xushpurak nafaslaringiz bilan eng yaqin orliqdan izhor qiling. Odila aralashma tamlik seg'izlari nafasingizni texmi saplashtirib, orliqingizni eng yaqin qilg'isi. Xushbo'y hid eng yaqin orliq. Odila aralashma tamlik seg'izlari bilan izhor bo'lg'isi. Odila aralashma tamlik seg'izlari. 25 minut to'shdi. Endi 25 minut bay bo'pti, deganimiz oxiri. bo'yicha mana bu qo'roqlab qaynab etibdi, ha. Taqsim, taq bo'ldi. Ustiga palakni silib, biroz buningmi bo'ri orqali bo'lsin biza ta'm kirdi. Qilib, buni bir 2-3 minut dumlab etaylik. Qanday Akbar, taqat bormi 2-3 Taqsim minutga? taqildi. Tamaq Pishdi. pishdi. Tamoq pishdi mana. Qani, oldi bilan sizlar tetib ketganlarchu. Bilmem. Bek yegim kelib ketdi raskat Bek qilsam. o'xshagan. Chiqib bek o'xshaydi deb o'ylayapman men hozir. O'xshini Qarmoq qilib bek Umid o'xshagan qilaman, chiroy. Hmm. Adilada, o'xshabdimi? nomingiz bekor tarqalmagan sizning kotlet qusti deb. Tuzdan bekatdan. Dahshat. Yan yo'sin tetib baqaychu. Haqiqatan o'xshab o'xshab. bo'ptimi men tuzluqchining? Men yaxshi ko'rmam. Bo'ldi işte bo'lsa. Hozir Hem quvvatlik, hem yeyish bu tamoq ketmoqmi? Kotlet aralda hali o'xshabdi deb. Herhalde emas. Rasmiy Intayin o'xshabdi. Intayin o'xshabdi. Rahmat sizlarga hammalarning kuch chiqarishi bilan kotletni yaxshi etib oldik. Shuning bilan birga mushu fursatni yaratib bergan Tamoq pishdi programmasiga alayda rahmatimni bildiraman. Sizga katta Akbar rahmat. ukamga rahmat. Shamsiya singlimga rahmat. Qanchalik aldirash bo'lishingizdan qat'iy nazar Uyga qaytib tamoq yeyishni unutmang. unutmang.